Dasturimiz davom etadi. Talaba Expo 2026 kasb ko'rgazmasi. Bu mamlakatimiz yoshlari uchun yana bir muhim maydon. Navqironlarning bilim va salohiyatini mehnat bozori ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirish, ularga munosib ish o'rinlarini taklif etish hamda kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishga xizmat qilmoqda. Ayni paytda Andijonda o'z ishini boshlagan Talaba Expo 2026 kasb ko'rgazmasining qaynoq jarayonlaridan hamkasbimiz Zebo To'xtayeva jonli efir orqali ma'lumot berishga tayyor. Marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum, rahmat Diyorbek. Ayni paytda Andijonda Talaba Expo kasb ko'rgazmasi juda yuqori saviyada o'tkazilmoqda. Bobur shahridagi 55 gektar yer maydonida Andijon viloyatining 240 dan ortiq yirik ish beruvchilari o'zining 10 mingdan ortiq ish o'rinlari bilan qatnashmoqda. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'tgan yili bo'lib o'tgan tadbirda 9235 nafar bitiruvchi yoshlar qatnashgan bo'lsa, bu yilgi Talaba Expo kasb ko'rgazmasida 14 mingdan ortiq talaba yoshlar qatnashyapti va ular o'zlariga munosib ish o'rinlarini topish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. O'zmilliy bankning Kelajakka qadam markazi tomonidan esa talabalarga, yoshlarga kreditlarni, imtiyozli kreditlar berish bo'yicha taqdimotlar ham o'tkazilmoqda. Quvonarlisi, yoshlar uchun 1-iyun kuni davlatimiz rahbari tomonidan tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash va yoshlar bandligini ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan ham juda katta imtiyozlar yoshlarga berilmoqda. Suhbatdoshim Kelajakka qadam markazi rahbari Elmurod Hoshimov. Elmurod aka, mana Talaba Expo kasb ko'rgazmasi juda ham bir ko'tarinki ruhda bo'lib o'tyapti va yoshlarni quvontirgani yana bir yangi qarorning qabul qilinishi va ushbu qaror bilan yoshlarga qanday imtiyozlar berilyapti, shular haqida gapirib bersangiz. Albatta, Kelajakka qadam dasturi doirasida bitiruvchilarni startap loyihalari, biznes loyihalari moliyalashtirib kelinayotgan edi. Mana 2-yildirki bu dasturni 2-navbatdagi bosqichiga start berish uchun prezidentimizning yangi qarorlari aytishimiz kerak, juda muhim yangilik bo'ldi. Men ushbu qarorda 4 yo'nalishda yangiliklarni aytmoqchiman, ruxsat bersangiz. Birinchidan, yosh chegarasi bo'yicha qamrov ochdi. Chunki avval faqat bitiruv bosqichidagi talabalar loyihalari moliyalashtirilgan bo'lsa, endi 31 yoshga to'lmagan barcha talaba va yoshlar va bitiruvchilar bu imkoniyatdan foydalanishi mumkin. Ikkinchi muhim yangilik qismi foiz stavkalari 18% dan 15% ga tushirildi. Bu esa bank kredit mahsulotlarining jozibadorligini oshirdi va talabalarda, demak, bu yana quvonarli holat deb bahoslasak bo'ladi. Uchinchi yo'nalishi bu aynan yangi qaror bilan mening birinchi kasbim dasturi amalga oshirilib, stajirovka dasturlari davri uchun stipendiyalar ajratish mexanizmi belgilab berildi. 4-bosqich, 4-muhim yo'nalishni aytishim kerak. Endilikda talabalarning biznes rejalarini ishlab chiqish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlari qoplash ham bevosita bank tomonidan amalga oshiriladi va mazkur qaror doirasida, demak, buni talabalarga bu yana yordam sifatida beriladigan bo'lyapti. Men o'ylayman, marralar katta. Bu yil 500 milliarddan ortiq bo'lgan mablag'ni aynan shu yo'nalishda sarflashni biz reja qilyapmiz. Rahmat. Demak, Andijonda Talaba Expo kasb ko'rgazmasi doirasida turli taqdimotlar, taqdirlash marosimlari va yoshlarning biznes g'oyalarini ko'rib chiqish ham bo'lib o'tyapti. Biz keyingi dasturlarimizda bu haqda yana batafsil ma'lumotlar berib boramiz. Bizda hozircha shular edi. Yetkazilgan ma'lumotlar uchun tashakkur. Bizda navbatdagi bog'lanish.